Salom, sizlar bilan yana Boburbek DLS kanali. Bugun sizlar bilan o'sha akkaunt. Bugun sizlar bilan 20 ta olmasga mana bunday kelibdi. Shundan kamanda qilamiz. Xo'p. Eng yaxshi kuchlilarini tanlab olamiz kamandaga. Bu yerdan Bastoni, Kunde, Rafinha. Hop, bu yerdan reklama ko'rmaymiz, shuning uchun. Hop, Antoni hujumchi. Mayli, Lautaron qo'yamiz. Xo'sh. Himoyachi. Shu 78 lik himoyachini tanlab qo'yaveramiz. Mana yangi Real Madridning o'yinchisi va Eze va kimni olsak? Nevis. Kim bulardan tezligi yaxshirog'i kim bor? Mana shu qanot o'yinchini olaylik. Va Lukaku. Bu yerdan Ispaniyaning hujumchisi. Va mana tarkib juda ham yomon ham bo'lmadi. Yaxshi tarkib. Xo'p, buni mana qo'ysak, men asosiy sariq. Ancha yaxshi bo'ldi. Zaxiradan ham tushishga o'yinchilar mana yaxshi. Lukaku va bizning mana o'sha akkauntimiz. Va biroz tanga yig'ib qo'yganmiz 50 da. 500 da. Dan ko'p. Va yana 2-3 kundan keyin yangi video chiqadi. Hali men buni ham o'ynab video qo'yishim mumkin. Va sizlar bilan Boburbek DLS kanali bo'ldi. Va xayr.